Ko'pchilik ayol va erkaklar svetda yorug'ida jinsiy munosabatga kirisha olmaydi. Bunga sabablar nima? Birinchidan, ayolli yoki erkakning tanasidan kompleksi bo'lsa, ya'ni tanasini qabul qila olmagan bo'lsa, bu ko'pincha ayollarda bo'ladi. Misol uchun, qornimda yog'im bor, men bu yog'im xunuk, bo'tim unaqa, bo'tim bunaqa deydi-da, yoki uyat hissida, jinsiy munosabat bu uyatli holat, erkak ayol bir-birini munosabatda ko'rish kerak emas degan tushunchalar bo'lsa ham, o'zidan kompleks qilsa ham, svetni o'chiring yoki ko'rpani tagida birga bo'laylik, siz menga qaramang, men sizga qaramay deb mana shunaqa ya'ni munosabatda tortishuvlar bilan shu bilan munosabat tugashi mumkin. Bu yerda nima muhim? Birinchi o'rinda ayol ham erkakning o'zini tanasini boricha qabul qila olishi va albatta jinsiy munosabat paytida ikkita inson ham lazzatni his qilish bilan ovora bo'lganda erkak ayoli kamchiligini, ayol erkakning kamchiligini o'sha mahalda ko'rmaydi. Shu uchun birinchi o'rinda ichki o'ziga bo'lgan ishonchi va komplekslari bilan ayol ham erkak ham ishlasa maqsadga muvofiq bo'ladi.